Nodirangizni duo qilishni unutmang. Mayingina kesilishidan sochni ekanligini bilish mumkin. Mazali shirinlik tayyorlaymiz. Tuxumni chaqib sarig'idan oqini ajratib olamiz. Mikserga qo'yib, yaxshilab mikserlashni boshlaymiz. Ko'pirgach oz-ozdan shakar solib, qattiq pek bo'lguncha mikserlaymiz. Tuxum sarig'iga esa o'simlik yog'i solib aralashtirib, bezyusdan solib, yengilgina mikserlab olamiz. Massani ikkiga bo'lib, bittasiga un, razrihlitil kakao, ikkinchisiga un bilan kakaoni o'zini solib, ko'tarib aralashtirib olamiz. Pech listiga joylab, pishirib olamiz. Tayyor bo'lgan biskitlarni 3 ga bo'lib olamiz. Krem uchun qaymoq, tvorojniy sir, shakar upasini solib mikserlab olamiz. Shirinlikni terishni boshlaymiz. Shirin sutda yaxshilab propitka qilib, krem, kakaoli biskvit, krem shu tarzda terib olamiz. Yarim soat muzxonda turgach, o'rtasidan bo'lib olamiz. Ko'rsatilgandek qilib kremlab, ikkinchi bo'lagini yopishtiramiz. Uchburchak ko'rinishini berib, ustini yengil kremlab olamiz. Ganash tayyorlab olamiz. Qaymoq, shokolad eritib ustidan quyamiz. Ko'rinishi chiroyli mazali shirinligimiz tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. Assalomu alaykum muslimalarim. Yaqinda qayergadir mehmonga bordim va shu cheescakedan yeb ko'rgandim. Mazasi shunaqa yoqqandida o'zim tayyorladim. Masalliq ayamaganim uchun menda yanada mazaliroq bo'ldi. Pecheniyeni maydalab, xona harda eritilgan margarin yoki sariyog' bilan aralashtirib olamiz. Videoda ko'rsatilgandek qilib qolipga joylab olamiz. 10 daqiqaga sovitkichga yuborib, alohida idishga tvorojniy sir, shakar, kukuruzniy kraxmal, qaymoqni solib, yengil mikserlab olamiz. Massamizga 4 ta tuxumni ketma-ketlikda bitidan solib, mikserlashni davom etamiz. Teng 2 ga bo'lib, bir qismiga eritilgan shokolad solamiz. Qotib olgan go'sht ustiga meshokdan chiqarib, tekislab, yana yarim soatga sovitkichga yuboramiz. Biroz qotgach, ikkinchi massamizni ham siqib chiqaramiz, shunda aralashib ketmaydi. 1 soat davomida listga suv quyib pishirib olamiz. Pishgan cheescake'imizni obdon sovitib, ustidan ganash qo'yamiz. Ganash uchun qaymoq hamda shokoladni aralashtirib olamiz. Retsept tayyor. Yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. Assalomu alaykum muslimalarim. Erta tongdan tushlikda tayyorlab ko'rishingiz uchun antiqa kotlet retsepti bilan bo'lishdim. Ishni vitaminga boy kabashkini go'sht qiymalagichdan o'tkazishdan boshlaymiz. Suvini yaxshilab siqib chiqaramiz. Non talqoni ustiga piyozni chiqarsanglar, piyoz suvini shimib oladi. Shunda piyoz suvi kotletni suyultirib yubormaydi. Suvi siqilgan kabashkini ham solib aralashtirib qo'yamiz. Tovuq go'shti kerak bo'ladi. Men tovuqning filesidan foydalandim. Uni ham maydalagichdan o'tkazib olamiz. Tuxum, tuz, paprika hamda sarimsoqli ziravordan solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Tovaga o'simlik yog'i solib biroz qizdirib olamiz. Videoda ko'rsatilgandek qilib urib shakl beramiz va o'rtacha qizib turgan yog'da ikkala tarafini qizargunigacha qovurib olamiz. Duxovkaga qo'ysa bo'ladigan idishga joylab, yanada sochni bo'lib chiqishi uchun ustiga o'rnidan kesib solamiz. Men xohishga ko'ra ustiga 1-2 dona pomidor cheridan ham solib qo'ydim. Oldindan qizib turgan duxovkaga 190 gradusga 25-30 daqiqaga qo'yib pishirib olamiz. Bu kotlet uchun eng zo'r garnir albatta kartoshkadan tayyorlangan pyure bo'ladi. Retsept tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. Ko'p vaqtingizni olmaydigan, mazali, chiroyli, nafaqat bolalarga, kattalarga ham yoqadigan shirinlik retsepti bilan bo'lishaman. Idishga un, shakar upasi, razrihlitil, xona haroratida eritilgan margarin, tuxumni chaqib solib, yaxshilab xamir qoramiz. Yumshoqqina xamirimizni zuvalacha qilib 2 ga bo'lamiz. Yarmini olib qo'yib, yarmiga kakao solib, yana xamir mushlab olamiz. Tayyor bo'lgan 2 xil xamirimizni xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib 4 qismga bo'lib, aylantirib, oq-qora qilib terib, strichlab olamiz. Strichlab bo'lgach, xohlasanglar dumaloq, xohlasanglar 4 burchak ko'rinishni berishinglar mumkin. Kesishga oson bo'lishi uchun yarim soatga muzlatishga qo'yamiz. 1 santimetrdan qilib kesib, listimizga terib olamiz. Oldindan qizib turgan pechimizga 180 gradusga 15 daqiqaga qo'yamiz. Osongina retsept tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. Ha, bu o'sha siz so'ragan salat retsepti. Bu salatni bir o'zim ham tayyorlay olaman. Ammo dam olish kunlarida hojangizni ham oshxonaga taklif qiling. Shunda taomingizga mehr ham qo'shilib, yanada mazaliroq bo'ladi. Kanishero brendining mix unini suv bilan aralashtirib bo'tqa tayyorlab, kubik qilib to'g'ralgan baqlajonlar bilan aralashtirib olamiz. Tovadagi yog' qattiq qizib ketmasin. Pastroq olovda qovursanglar yanada qarsildoq hamda ranglari chiroyli bo'lib chiqadi. Biz tayyor aralash ko'katlardan foydalandik. 2 xil salat bargi hamda iceberg. Baqlajonlar pishib oldi, salatni terishni boshlaymiz. Pomidor cherini yuvib o'rtasidan bo'lib, ko'katlarimiz ustidan teramiz. Xohishga ko'ra yanada mazali bo'lishi uchun dudlangan go'shtdan ham solamiz. Menda o'zim har doim ishlatadigan To'xtanyoz ota brendidan dudlangan go'sht mahsuloti. Yubqa parak qilib to'g'rab olamiz.
Soatga go'shtimizni ham terib olamiz. Qovurib olgan baqlajonlarimizdan ayamasdan solamiz, chunki bu qarsildoq baqlajon salati-ku. Eng nozik nuqtasiga keldik. Aroyda sousdan quyamiz. Soatimiz organizm uchun foydali bo'lsin deya quritib tozalangan qovoq urug'lardan solamiz. Ko'pchilik so'ragan qarsildoq salatimiz tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, nodirangizni duo qilishni unutmang. Katta listda uyda bor masalliqlardan kam xarj воздушный pirog tayyorlaymiz. Mana sizga baraka-yu, mana mazali pirog. Idishga 6 tuxumni chaqib, shakar bilan yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Ko'pirgan massamizga sut, o'simlik yog'i, eritilgan margarin, elab olingan un, razrixletilni solib, yaxshilab mikser qilib olamiz. Duxovkani 160 gradusga yoqib, listini olib, yaxshilab yog'lab massamizni quyamiz. Pirog yanada mazali bo'lishi uchun yong'oqlardan sepdim, magi sepsanglar ham bo'ladi. Qizib turgan pechga pishirish uchun yuboramiz. Men avalon pechimda tepa va pastini yoqib pishirib oldim. O'zingizlar ko'rganingizdek, ozgina masalliqdan bir dunyo pirog chiqdi. Sochli pirog tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, nodirangizni duo qilishni unutmang. Va'da qilganimdek, issiq taomlar retsepti bilan bo'lishni boshlayman. Tavoga yog' solib, biroz qizigach, kartoshkalarni solib, qizarguncha qovurtirib, ustidan piyoz solib qovurishda davom etamiz. Qizil sabzi, postdan artilgan pomidorni to'g'rab solib, ozgina tomat solamiz. Tuz hamda bolgarskiy solib, chiroyli qilib qovurib olamiz. Ko'mar-ko'mmas qilib suv solamiz. Agar jarko'pmas sho'rvasini qilsanglar, ko'proq suv solinglar. Tiftil uchun mol go'shti qiymasi, qirg'ichdan chiqarilgan piyoz, chesnok, suvga o'tilgan guruch, zira, tuz solib, yaxshilab urib aralashtirib olamiz. Yaxshilab ursanglar yorilib ketmaydi. Chiroyli qilib dumaloq ko'rinishni berib, qaynab turgan jarko'pimiz ustiga terib olamiz. Past olovda 25-30 daqiqada tayyor bo'ladi. Tayyor bo'lgan taomimiz ustiga ko'katlarni mayda qilib to'g'rab sepib, 5 daqiqa qaynatib olamiz. Shunda ko'kat taomimizga yanada maza qo'shadi. Bay buni hidini-chi? Mehmonlarga berishdan oldin o'zimiz yeb ko'ramiz. Bismillah. Mazasiga gap bo'lish mumkin emas. Ushbu retseptni tayyorlab ko'rsanglar, ishinglar ancha-muncha yengillashadi. Alohida nachinka tayyorlab o'tirishga ham hojat yo'q. Qovurilgan piyozga bilinchik tayyorlab ko'rganmisiz? Piyozni mayda to'g'rab qovurib olamiz. Idishga tuxum, sut yarmini, tuz, un, ichimlik sodasini solib aralashtirib, qolgan sutni quyamiz. Shunda aralashtirish oson bo'ladi. Qovurib pishib olgan piyozimizni solamiz. Aralashtirib chetga olib qo'yamiz. Yanada mazali bo'lishi uchun tayyor dudlangan go'shtni mayda to'g'rab solamiz. O'simlik yog'i solib aralashtiramiz. Tovamizni qizdirib, qizigan tovada bilinchiklarni pishirishni boshlaymiz. Shunaqa mazali bilinchik bo'ladi, albatta tayyorlab ko'ring. Dasturxonga qaymoq yoki smetana bilan tortishni unutmang. Retsept tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, nodarangizni duo qilishni unutmang. Eng sara retseptlarimdan biri tvorojniy retsepti bilan bo'lishaman. Bu retseptdan keyin duo qilishingiz aniq. Un bilan xona harorati eritilgan margarin yoki saryoni yaxshilab urpolab, shakar, razrixletil. Yanada mazali xushbo'y bo'lishi uchun Dr. Bakers brendini vanilin sahridan solib aralashtiramiz. Smetana, 2 ta tuxum sarig'i aralashtirib, xamir qoramiz. Qorgan xamirimizni yarim soatga tindirish uchun olib qo'yamiz. Nachinkasi uchun tvorog, shakar, tuxum oqi hamda yarimta limonni maydalab to'g'rab solamiz. Tingan xamirimizni ozroq qismini olib qo'yib, ko'proq qismini qolipga solib, chetlarini ko'tarib, barmog'imiz yordamida tekizlab olamiz. Ichiga nachinkamizni solib tekizlab chiqamiz. Biroz olib qo'ygan xamirimizni tekis qilib yoyib, tesmalarni kesib olamiz. Videoda ko'rsatilgandek qilib joylab, tuxum sarig'ini surtamiz. Qarama-qarshi tomoniga ikkinchi tesmalarni joylab, rombik ko'rinishni berib, yana tuxum sarig'ini surtamiz. 170 gradusda qizib turgan duxovkaga pishirish uchun yuboramiz. Bay buni hidini-chi? Xonani hidi tutib ketadi. Retsept tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, nodarangizni duo qilishni unutmang. Assalomu alaykum muslimalarim. Dam olish kuni oilam uchun ugra taomini tayyorladim. Tayyorlash jarayonida syomka qildim, sizlar bilan retseptni bo'lishaman. Qozonga muzdek suv, go'sht solib, pishgunicha qaynatib, qolgan sabzavotlarni solamiz. Mazali bulyonidan olib, tuz, tuxum chaqib, un solib, qattiqqina xamir qoramiz. Xamir qancha qattiq bo'lsa, shunchalik zo'r chiqadi. Bulyonga tuz solib, butun solingan piyozni olib tashlaymiz. May to'g'ralgan kartoshka, po'sti artilgan pomidorni solib, tingan xamirimizni yoyishni boshlaymiz. Qattiq xamir bo'lsa-da, tinib yumshab olgan xamirimizni o'qlov yordamida yupqa qilib yoyib, xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib un sepib, taxlab olamiz. O'tkir pichoq yordamida unlab taxlangan xamirimizni mayda qilib to'g'rashni boshlaymiz. Qozondan pishib olgan go'sht hamda butun sabzini olib, xamirimizni solib pishirib olamiz. Ushbu usulda tayyorlasanglar, oddiy ugra taomini ham mehmonga chiroyli qilib tortish mumkin. Retsept yoqqan bo'lsa, nodarangizni duo qilishni unutmang.